Bolamni yaxshi bo'lsa, menga yaxshi. Misol uchun sizni topganimdan ham xursandman. Chigirmalar qilib berdingiz bizga, Xudoga shukr, rahmat. X bo'lgan, chiroyli korreksiya qilingan, adrenalinka ham to'liq olingan. Upakovkasida shunday turib qolib ketdi sprey. Mazani qanaqa? Ha, o'zi ham xursand, Xudoga shukr. Salomat. Dardiga davo bo'ldingiz-da. Yo'q, qarasa. Bemorimiz yosh bo'lishiga qaramasdan, bunaqa yoshda odatda septoplastika qilinmaydi, lekin bemorimizning burun to'siq haddan tashqari qiyshiq bo'lgani uchun, doim spreylardan foydalanib yurgani uchun, hatto kechasi uxlashga qiynalganligi uchun majbur bo'ldik septoplastika qilishga. Ham adenoid ham bir vaqtda qilindi va chig'anolar ham korreksiya qilindi. Ya'ni 3 ta operatsiya bir vaqtda o'tkazildi. Biz operatsiya bo'lishdan oldin o'zimizni doktorga ko'p uchraganmiz. Har doim lecheniya yozib berishar. Sprey, qandaydir tabletka, bir ukol, ularni men olardim hamisha. Olib yurib foydasini ko'rmadik. Keyin oxiri men harakat qildim, shu borib bir ko'rsatay doktorga, Toshkent tomonlarga deb, o'zimiz Sirdaryodanmiz. Sizni Instagramdan ko'rib qoldim. Darrov ko'riklardan o'tdik, chigirmalar qilib berdingiz bizga, Xudoga shukr, rahmat. Ishinglar hamma shu yerda bitdimi? Shu yerda. Ovora bo'lmadingizmi? Yo'q, og'riq shu yerda, rentgen ham shu yerda. Keyin bir soatdan keyin yogurtlar berishdi, sho'rvalar berishdi, ularni ham maza qilib ichib oldi. Operatsiyada qiynalmadimi? Yo'q. Og'riq sezmadimi? Yo'q, og'riq bir joyim og'riyapti degan gapni men eshitganim yo'q. Operatsiyadan keyin ham qiyin emas ekanmi? Yo'q. Mana bizga 1 oy bo'ldi kecha. Bugun mana keldik. Mana oydekkina Xudoyimga ming qatla shukr, siz sababchi o'sha narsalarga. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. X bo'lgan, chiroyli korreksiya qilingan, adenoid ham to'liq olingan. Nafas olishlari yaxshimi? Yaxshi, Xudoga. Spreydan foydalanmayaptimi? U qolib ketdi. Qolib ketdi. Upakovkasida shunday turib qolib ketdi. Sprey ishlatmaymiz bundan buyog'iga. Nafas olishlari yaxshi. Mazani qanaqa? Ha, o'zi ham xursand, Xudoyimga shukr.